Assalomu alaykum bola, sizlar bilan bugungi videoda men yana shu aytgan bola hozir bize Chrome brauzerdan yuklab olingan addonlarni telefonga tushirib o'tishni o'rgatib o'taman. Buning uchun sizlarga birinchi bo'lib fayllar kerak bo'ladi va fayllardan o'sha yuklab olgan modullarni topasizlar. Uni ustiga bitasizlar va bitta hujjatlar bo'limiga bitasizlar. Bitta Minecraft chiqadi mana. Keyin Minecraftni ustiga bitta bosinglar, keyin bu bo'lsa Minecraftga yuklab olishni boshlaydi. Bundan ham ko'proq ma'lumotlarni olish uchun kanalimga obuna